Salom qizlar, aeroportga ketyapmiz. Chikagoga qaynona qaynatamni yoniga uchib ketyapmiz. U yerda 3 kun turib, keyin bolalarni ularga tashlab, xudo xolisa, pochchalar bilan birga Italiyaga 2 haftaga ketyapmiz qizlar. To'g'risini aytsam, juda ham xavotir olaman. 4-5 kunlarga bolalarni qoldirganman, no 2 haftaga hali hech qachon hech kim bilan qoldirmaganman. Qaynonamga to'g'risini aytdim, shunaqa qattiq переживать qilyapman deb qaynonam aytdilarki, hech ham xavotir olmagin, biz yaxshi qaraymiz bolalarga, sizlar ham xotin o'zinglar uchun vaqt ajratishinglar kerak, chunki har doim bolalar deb yashash kerak emas. Ozgina o'zinglarni ham o'ylab, o'zinglar путешествие qilib, o'zinglarni ham esinglardan chiqarmanglar deb aytdilar. Endi ona baribir ham har doim xavotir olasiz, bolalaringizni tashlayotganda, tim bo'lib bularni uyda katta basseyn, o'shanga ham qattiq переживать qilyapman. No bilaman, qaynatam juda ham yaxshi qarashadi. Xudo xolasa, mana 3 kun bu yerda turib, keyin Italiyadan roliklar bo'ladi, qizlar videolar qilamiz. Savanadan 2,5 soat uchdik, mana keldik. Rosa charchadik. Qizlar Chikagoga keldik. Kecha soat 7 da uchib keldik. Bugun уже ertalab qaynonam bilan birga kofe ichdik. Mamutda qaranglar qanaqa chiroyli joyligini. Mana Mamut zo'r verandasi. Mana shu verandani ko'raman deb har yili kutaman. Bu ularni Chikagodagi uyligi. Основной mana shu pochchalar tug'ilib katta bo'lganlar. Mana shu butun territoriya ularniki. Ani Floridadagi bo'lsa, u ularni yozgi uyi. Bu yerda qish bo'lgan paytda ular o'sha yerga yozda qidirib ketishadi. Chunki bu yerda qish bo'lmaydi-da, bu yerda Chikagoda qishlari juda ham takoy kuchli bo'ladi. Mana ko'pincha so'raysizlar, qizimni qanaqa qabul qilgan qaynona qaynatam deb. Xuddi o'zini navarasidan qabul qilgandek qabul qilishgan. Sen kichkina qiz edi. No baribir ham o'zini mana родной биологический buvisi men ikki paytimda hech qachon shu bola tug'ilmasin deb gapirgandek. Bu odam qoni bir bo'lmasa ham xuddi o'zini navarasini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radi. Hamma joyda qizimning rasmlari mana hozir ko'rsataman. Bu ularni daraxti. Qaynona qaynatam. Mana ikkita ularning bolasi, pochela. Bu pochelan opasi, ularning 3 ta bolasi. Mana Sevincham qo'yilgan bitta bola, 2-3-chi. Bu kichkina payti bolalarimmi? Tak, mana sizlarga hozir yana ko'rsataman. Mana rasm menga yoqadi hammadan. Sevinchi maktabni bitirganda oqshomi bo'lgan paytda. Mana bolalarim. Rosa o'zini navarasida yaxshi ko'rishadi. Ular даже o'ylashmaydi, что bu meni qonim emas. Xuddi o'zini navarasida. Opanglarni tanib olsizlarmi, opanglar? Salom, sizga ertalab. Hali ham qaynonam ketibsa, o'sha ertaga ketamiz xudo xolasa Italiyaga. Bugun qarindoshlar keladi. Biz har safar Chikagoga kelganimizda har doim qarindoshlar keladi. Basseynda cho'milishadi, barbekyu qilishadi. Bugun kelishadi o'shanga. Ozgina sizlar uchun balki video olaman. Qaynona qaynatamni xonasi mana kuchugi yotadi yonidacha. Qaranglar. Amerikanlar o'zini животныйлariga yaxshi qarashadi. Imomini qaranglar zo'rligini. Vidda. Spalnida oldi tarafga qarashlaydi. Bu yoqda bo'lsa, ularning vannasi. Vannadan Mamatga ketadi vanna. Basseyn tarafga. Mana shu basseyndan qo'rqaman-da, men qizlar, shu bolalarim ehtiyot bo'lsin deb. Qaynonam yaxshi qaraylar, bilaman, baribir. Odamdek juda katta basseynda. Qaynonam mamda yotib kitob o'qishni yaxshi ko'radilar. Biz ikkalamiz kitobga jinnisi biz. Ko'pincha qaynonam menga mana shu vanna qilib beradilar-da. 2-3 marta shunaqa surpriz qilganlar. Vanna qilib berib, yotgan deb o'zlari vannalarni to'ldirib berib, qaysi qaynona shunaqa qiladi. Juda ham yaxshi xarakterlar. Salom qizlar, 2-kun qaynonam ketdi. Biz ertaga xudo xolasa Italiyaga ketamiz o'sha. Bugun qarindoshlarga kelishadi, pocheylarni. Tanimagan odamlar uchun o'zimni tanishtiraman qizlar. Meni asosiy kanalim rus tilida Jasmine USA kanalini biladiganlar bilasizlar. Bu endi yangi o'zbek tilida YouTube'da. Unchalik ko'p videolar qo'ymayman, chunki vaqtim bo'lmayapti. Harakat qilaman, bu yerga ham ko'p videolar snimat qilishga. Instagramimga ham podpiska qilinglar. Pastda qoldiraman sizlarga ssilkalarni. Instagramda уже xudo xolasa 90 ming bo'ldik. Rus tili YouTube'imda 320 ming bo'ldik.
TikTokda xudo xohlasa 28 ming bo'ldi kichikalik. Endi bu bizani hozir kichkina kanalimizda buni sekin-sekin xudo xohlasa yurg'izamiz. Tanimaganlar, mani tanimaganlar uchun aytaman. Mani ismim Jasmin. O'zbekiston Toshkentdanman. Bu yerga O'zbekiston Amerikaga 2008-yili kelganman. Qizlar 2008-yili kelganman. 1,5 yoshli qizim bilan birga. Birinchi turmushim O'zbekistonda ajrashganman. O'zbek bolaga tegganman. Men o'zim Uyg'ur o'zbek aralashganman. O'zbek bolaga tegganman. Keyin qizim 2 oylik paytda ajrashib ketganmiz. 1,5 yoshgacha O'zbekistonda turganmiz. Shu qizim 1,5 yosh bo'lgancha hech qachon hayotda aliment to'lamagan, kelmagan, ishi ham bo'lmagan. Endi mayli uni o'ziga u. Keyin biz 1,5 qizim 1,5 yosh paytida Amerikaga kelganmiz. Immigratsionni ko'chib ketganmiz PMJga полностью. Shu paytdan beri yashaymiz. Qizim yaqinda 7-iyunda 20 ga to'ldi. Shu endi Amerikada bu yerda turmushga chiqdim. Keyinchalik уже fuqarolikni olganimdan keyin pochchaylagan, bilasizlar, tanisizlar, tanimaganlar tanishasizlar. Endi hozir mana qaynatamnikida biza bu Chikagodagi uyligida. Undan oldin ko'rsatganlarim sizlarga ko'plar adashib ketishyapti. Bir Floridadaysiz, bir Instagramdagilar, bir Chikagodaysiz. Floridadagi u ularni yozgi uyligi. Yozgi uyligi emas, endi okeanni yonidagi uyligida. Bu yerda Chikagoda qish bo'lganda o'sha yerga borishadi. Bu men bu yerda pochela katta bo'lib o'sgan joylari. Hozir biz bu yerda chunki ertaga Italiyaga ketyapmiz. Qizlar bolalarimni 2 haftaga qoldirib ketyapman bu yerga. Qizim bilan turmushga, endi qizim bilan deb aytaman, chunki men turmushga chiqqanimda qizim конечно же men bilan bo'lgan. Pochela shu 9-10 yoshlaridan boshlab katta qiladi o'zlari. Nima to'g'risida gaplashamiz bugun qizlar? Boshqa dinga yoki boshqa millatga turmushga chiqish haqida. Menga bir xil ko'p o'tdi. Amerikada juda ham ko'p qizlar amerikanliklarga teganlar. O'zbekistondagilar hozir hamma joyda bor. Karuslarga ham tegishadi, Xitoylarga ham tegishadi, Yaponlarga ham tegishadi. Bu oldindan bor narsa. Men nima deb o'ylayman? Menga mani yaqinda bitta qiz yozibdilar. Mani yoshimda bo'lsa kerak. Armiyanga erga teganman dedilar. Birinchi Toshkentda bittasi bilan ajrashgan ekanlar. Keyin o'sha bo'tga Rossiyaga, bu yerda emas, Rossiyada turishar ekan. Rossiyaga borganlarida bitta armiyan bolaga turmushga chiqqan ekanlar. Endi u rosa hurmat qilar ekan, yaxshi qarar ekan, o'sha bolalari ham bor ekan, no ota-onalaridan bekitar ekanlar. Что armiyaga teganlari to'g'risida. Endi bo'lsa nima qilay o'zimni endi vijdonim qiynalyapti deb yozibdilar. Men endi bunaqa savollarga o'zlariga ham aytdim, men maslahat bera olmayman. Chunki har bitta odam o'zi uchun ishlab qilish kerak. Men o'ylashimcha, bu men hech kimni o'zgartirmoqchi emasman. Men o'ylashim bo'yicha Xudo bitta. Mana masalan pochela musulmonlikni qabul qilganman deganlar-da, lekin masalan namoz o'qimaydilar. Men ham namoz o'qimayman. Inshaalloh deb gapiradilar, Alloh deb gapiradilar, lekin unaqa masalan Qur'onlarni o'qishni bilmaydilar. O'shaning uchun men bilmayman. Bu unaqa masalan shariat bo'yicha va unaqa diniy odam emaslar-da. Lekin Xudoga ishonadilar. Men ham shunaqaman. Men bitta Xudoga ishonaman. Bitta Xudoga. Mana har xil dinlar bor, lekin men bu din to'g'ri, bu din noto'g'ri deb ayta olmayman, chunki bu odamlarning gapi. Bu baribir ham Xudo bitta. Men o'ylashim bo'yicha hech qachon Xudo aytishadi, sen do'zaxda yonasan. Yo'q, do'zaxda sizlar yonasizlar. Sizlar mana shunaqa yozadigan odamlar birinchidan, ikkinchidan o'zini din bilan birga o'zini oqlab olishadi-da. Din tipi o'zicha namoz o'qishadi, anaqaga borishadi. Mana birinchi turmushga chiqqandim ham juma namozlarga borardi, bu yerdan aliment to'lamasdi, bolasini yoniga kelmasdi. Mana bunaqalar do'zaxda yonadi. Bunaqalar. Chunki Xudo, men o'ylamayman, что Xudo u muhabbat. U faqat o'zini bandasini yaxshi ko'radi. Siz agar halol odam bo'lsangiz, turmushga chiqqan bo'lsangiz, har xillar bilan yurib, bilgan mamlaqalar qilib yuradiganlar bo'lmasangiz-da, o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, yaxshi turmush, yaxshi odamga turmushga chiqsangiz, yaxshi ona, yaxshi ayol bo'lsangiz, hech qachon Xudo jazolamaydi. Men bunga ishonmayman.
masalan sizlarni ham ishontirishni xohlamayman. Bu hammaga o'zi uchunda. Bu odam o'zi bilishi kerak nima qilishni. O'shanga qizlar Xudodachi undan tashqari juda ko'p ishi bor jazolashga. Jazolayman desa, boshqacha odamlar bor jazolaydigan bu dunyoda. Ishonmayman, shu narsa uchun siz jazolanasiz deb. Yaxshi odam bo'lish kerak. Har bitta dinda, zaveti deydi-ku, har bitta dinda bitta narsa. Odam o'ldirma, odamni anaqa qilma, aldama, o'g'irlama, xiyonat qilma, tuhmat qilma. Keyin odamni nima deydi o'zbekchasiga? Absurdat qilishadi-ku, осуждение. Mana осуждение bu juda yomon gunoh bu narsada. O'zingga to'g'ri bo'lsang bo'ldi. O'shaning uchun men bunaqa narsalarga ishonmayman qizlar. Men bilaman, men Xudoga yaqin odamman. Men даже mana shu amerikanецga turmushga chiqqanim bu Xudo xohlagan narsa. Xudo xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Meni farzandlarim hammasi men juda ham Xudodan men juda ham bu hayotimdan roziman. Men Xudoyimga har doim rahmat deyman, har doim shukrli etaman, chunki bilaman men Xudoga yaqin odamman.